alaykum. İsmim Sardor. Shu Navro'z mahallasiga biriktirilgan mahalla bankiraman. Hozirda sizlarga kreditlarimiz bo'yicha tushuncha berib o'tib ketaman. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Hozir mahallamizda 3 xil turdagi kreditlar berilyapti. Mavjud kreditlarimiz biznesga birinchi qadam, mahalla loyihasi hamda yana yangi bitta produktimiz chiqdi. U bo'yicha hali sizlar eshitmagansiz, uni hozir aytib o'tib ketamiz. Biznesga birinchi qadam 25 million maksimal chegarasi 25 milliongacha beramiz. 3 yillik sug'urta hamda kafillik asosida chiqarsak bo'ladi. Imtiyozli davri yo'q. Bundan tashqari mahalla loyihasidagi kreditimiz bor. Uni maksimal chegarasi 4 yillik 50 million so'mgacha. Bunda sug'urta polisi bilan chiqariladi. Hozir yangi chiqqan produktimiz bu ham biznesga birinchi qadam deb nomlanadi. Bu kreditimiz 4 yillik bo'ladi. 3 oy imtiyozli davri bo'ladi. Boyagi mahalla loyihasidagi kreditga farqi 50 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davri hamda 3-shaxs kafilligini ham qo'shib bersak bo'ladi. Bularda biz kreditlarni hammasini biznesni rivojlantirish uchun, aholini bandligini ta'minlash, daromadini oshirish uchun chiqaramiz. Yo'nalishlari xizmat ko'rsatish, yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash, sartaroshchilik, bo'lmasa novvoychilik, shunga o'xshagan o'zimiz band qilgan shaxslarga chiqarib beriladi. Turon plastik kartasiga tashlab beramiz. O'zlari bemalol tadbirkorligini boshlashi mumkin bo'ladi shu kreditni olgandan keyin.